Alıp turib, o'qib turib. Yashar so'zi qaysi tildan olingan? Arab. Endi u aytildi, buni qo'yib turamiz. Boshqasini ol. Bir yilda necha fasl bor? Rus tilida 10 gacha sanab bering. Rus tilida 10 gacha sanab bering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rahmat. Javob berdi. Boshdan o'qing. Bir yilda nechta fasl bor? 4 ta fasl bor. Rahmat. Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so'zlarga misol ayting. Aha. Nima qildi? Aha, nima qildiga? U so'roqlari qizim. Shunga misol aytib turaman. So'z ayt. Uxladi. Uxladi, barakalla. Uxlayapti. Uxlayapti. Uxlaydi. Aferin. Aha, Shahzoda. Sizga tegishli so'zni boshqalar ko'paytadi. Bu qaysi so'z? Xo'p bo'ladi. Yo'q, indamay turing. Jem. Yo'q, indamay turing. Sizga tegishli bo'lgan so'zni boshqalar ko'paytadi, lekin o'zingiz aytmaysiz. Indamay. Indamay. Indamaydim. Hop, tangating bo'lsa bo'lmaydi, hozir men tog'alardan yana chiqaraman. Ha? 5 gacha sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Yo'q. Bu qaysi so'z edi? Ismingni eng ko'p bizlar aytamiz Shahzoda deb. Demak, chiqdi o'yindan. Ona sizni yaxshi ko'raman. Gapini inglizchada ayting. Mama. I love you. Rahmat. Keling, hammasi Shirnay. Oh, Shaydoxon. Charaqloy. Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so'zlarga misol ayting. Aha. Nima qildi? Aha, nima qildiga? U so'roqlari qizim. Shunga misol aytib turaman. So'z ayt. Uxladi. Uxladi, barakalla. Uxlayapti. Uxlayapti. Uxlaydi. Aferin.